azadlık temi, milli saniyetimizin cümleden ilgili nakşi müziklerinin terakkiyatı için gayet zor imkaniyetlerini ilip geldi. Musacan Rozu bilen Hüsencan Cami qatarlıq çalğıçılarımızın dutlar tembür çeliştiki yuqarı mahareti, Abdikim Abdullah G'iyasiddin Barat qatarlıq qabil san'atchilarimizning xalq naqshi musiqalari bilan bir gavda bo'lib ketgan ijodiyatlari, Paşa İşanның yeni zaman, yeni davrni kuylagan yangroq naqshilari san'atimizni texmi yuksaklikka ko'tardi. Paşa İşan 1940-yili G'ulji shahrida tug'ilgan. O'zining ajoyib yangroq, yiqishliq ovozi, san'atdagi tabiiy talanti, xalq naqshlarini o'rinlashdagi o'zgacha mahorati bilan xalqimizning hurmatiga erishib, Tangritog' bulbuli deb nom olgan el so'ygan donliq naqshchi. Paşa İşan 1955-yili Varshavada o'tkazilgan Dünya festivaliga qatnashib, Ozod zaman, vatanimni kuylayman degan naqshlarni o'rinlash bilan kumush medalga erishib, vatanga shon sharaf keltirgan. Hüsencan Cami 1930-yili G'ulji shahrining Qoridong mahallasida tug'ilgan. Hüsencan Cami tambur chelishda o'ziga xos uslub yaratgan qobil sozanda. U ajam qatorliq musiqalarni o'rinlashdagi mahorati bilan mamlakat ichi va sirtiga mashhurdir. Uning Ozod zaman, Salom jamchi o'g'lonlar, Men o'larman, O'rmon naqshisi qatorliq 100 ga yaqin ijodiy naqshi musiqalari ahog'ining yiqishligi, pauzlarining nafisligi bilan san'at g'azinimizni beyitdi. Hüsencan Cami Uyg'ur 12 muqomini ratlash, to'liqlash xizmatlariga nurg'un ajr singdirdi. Abdikim Abdullah 1927-yili G'ulji shahrining Harambog' mahallasida tug'ilgan. O san'at hayotida tugamas naqsha, bizning naqshimiz qatorliq 300 ga yaqin naqshi musiqa ijod qilgan. Uning musiqa ijodiyatlari nafis,
xalq ohanglariga yaqin. Milliy piroq bilan zamonaviy yuzlanish birlashgan bo'lishdek alohidliklarga ega bo'lg'achqa zo'r olqishga erishgan.
Musajan Rozi 1924-yili G'o'lji shahrining Ko'nchi mahallasida tug'ilgan. U butun umrini san'at ma'rifi sifida o'tkazib, milliy muzikchiligimizning taraqqiyoti uchun muhim tuhfalarni qo'shgan. U ijod qilgan Al uchun ko'ysang suyay, qoldi iz, sozchiman sozandiman, sayridi xushal bulbul qatorliq naqshi muzikalar ommabop yiqimliq bo'lishdek alohidliklari bilan ko'pning olqishiga erishgan. Musajan Rozi Duttarga qo'l urush, padi besishda o'zgacha uslub yaratib, al ichida Duttar piri deb nom olgan. G'iyosiddin Barat 1937-yili G'o'lji shahrining Qozonchi mahallasida tug'ilgan. U el xalq naqshlarini o'rlashning o'zgacha uslubini yaratgan dongli xalq naqshchisi, qobil chalg'uchi, talantli musiqa ijodiyatchisi edi. U Salom dangla, Bevafo, Ona mehri, Oydin kecha qatorliq 200 dan ortiq naqshi musiqalarni ishlagan. Nurg'un opera, drama va badiiy filmlarga ajoyib chiroyli ijodiy ohanglarni ishlab kirishtirgan. Bu naqshi musiqalarning ko'pinchisi xalq ohanglari bilan jug'urilib bir gavda bo'lib ketgan.
Abdüz Şakir 1941-yili Süydün nahisida tug'ilgan. U 1959-yildan boshlab 30 necha yil Şinjan Xalq radio stansiyasi san'at bo'limida musiqa tahrirligi bilan shug'ullandi. U bu jarayonda 100 dan ortiq naqsh musiqa va muqomlarni o'rindab elga tonildi. 1992-yili uningga mamlakatlik muqom ishlari komiteti tarafidan 12 muqom ishlariga qo'shgan tuhfalari uchun muqom san'atkori degan sharaflik nom berildi. O işleyen 12 muqamının ilmi cədvili muqam qamusiga kirgizildi.
Sattar Davud 1941 yili G'o'lji shahrining Qozonchi mahallasida tug'ilgan. U ili xalq naqshlarga pishiqligi, muqom ohanglarini o'rinlash mahoratining yuqoriligi bilan elga tanilgan. Talki tog'lari, sayri tambur dutorim qatorliq naqshlarni ijod qilgan. Abaydullah Turdi 1941 yili G'o'lji shahrida tug'ilgan. Didor g'animat, qimmatlik hayot qatorliq nodir ijodiyatlari bilan el qalbidan o'rin olgan talantli naqshchi, aktyor va kompozitor.
üçün sayraşqa gülzar ganimet. İnsan üçün hayatta dost yar ganimet. Esselamga cemlengen köngül sügüsü, körüşkende şirin söz izhar ganimet. Keş amallık, sağlamlık, zor behit baylık. Yaman güzdin saklaşkan, tummar ganimet. Güç kudretin barida, dostlarını kollar. Uzun yolda sınalgan tulpar ganimet. Tenha yaşaş yalğızlık Ademge azap. El cemaat içinde kaddar ganimet. Tökmet esset addavet tuğar zimnistan. Dostla mikri yaratkan bahar ganimet. Sürgün hayat muhabbet dostlukta izni, ömürlük dost vafadar nigar ganimet. Sürgün hayat muhabbet dostlukta izni, ömürlük dost vafadar nigar ganimet. Kim bileydi gitimiz kaysimiz baldır. Yoklap turgin dusaniyet didar ganimet. Kim bileydi gitimiz kaysimiz baldır. Yoklap turgin dostlaniyet didar ganimet. Xonqiz Emrah 1940-yili G'ulji shahrida tug'ilgan. 1956-yildan tortib Shinjong naqshi usul o'mikida ishlagan. U sahnalarda Oltinjon qatorliq eli xalq naqshlarini o'rinlash bilan ko'pning olqishiga erishgan.
Şir Muhammad Nuraxun 1942-yili Olja nahiyasining yuqorqi Panjim yezisida tug'ilgan. Şir Muhammad Nuraxun 40 yillik ömrünü Şinjan San'at İnstitutida izbasarlarni tarbiyalash xizmatiga bag'ishlagan. U ijod qilgan kerak bo'lsa, Bag'van qiz, Vatan so'ygisi, qayta ratlab ishlangan Nuzugum qatorliq naqshi musiqalar alohida xoslikka ega. Heytem Hüseyin 1944-yılı Qorğas nahiyəsinin Losugun yezisida tug'ilgan. Qizilchiroq, G'erib Sanam, Ona ve Bala, Arşin Malalan qatorliq ko'plagan teatr operalarda obrazlarni yaratib, keng tomoshabinlarning qizg'in olqishiga muyassar bo'lgan, el so'ygan atoqli aktyor ham naqshchi. Köz uyquda ol peri Ruhimni ab can
caniminin ruhim al caniminin sormadın işkidik gen halı zalim nimini sormadı işkidik gen halı zalim nimini Kays emez, şahzad emez Mecnun kebir avar men Kays emez şahzad emez Mecnun kebir avar men Talim şum kaş belek can ayrı değil darimini Talim şum kaş belek can ayrı değil darimini G'appar Ahmad 1944-yili G'o'lji nahiyasining Turpan yuzi yezisida tug'ilgan. G'appar Ahmadning naqshlarida ili xalq naqshlarining qadimiylik furuqi qo'yiq bo'lib, xalq naqshlari tadqiqotida ma'lum qimmatga ega.
Seydullam Tohti milliy ahanglarni skripkada ijro qilishning o'zgacha ulgusini yaratgan bola vaqtidala aman bo'lsin. Qara deydi qatorliq iliq xalq naqshlarini ajoyib nafs ovozda voyaga yetkazib o'rinlab dam chiqargan. G'uncham, G'erib sanam qatorliq sahna asarlarida asosli rollarga chiqqan. Tamasha,